Assalomu alaykum. Hurmatli mana shu videolarni ko'rayotgan yaxshi insonlar. Karkas haydagani keldim bu yerga. Bu yerda ham 4 ta karkas bor. Sovuq choylarni olib chiqib kutib o'tirishibdilar. Go'ylarni solib qo'yibdi ichiga. Karkasga makka ekishibdi. O'tkaydi. Ko'rmaysizlarmi endi mana. Badrin pamadori yozda pulomay qolyapti. Buni qishda qilish uchun karkas atablini qilish kerak. Yo termiz qilish kerak. Mana makka chiqadi endi, ko'tay olib ketadi. Hani boshladim bo'lmasa. Alloh kuch-quvvat bersin hammamizga. Qo'lim band bo'lib qoladi, shuning uchun o'chirishga majburman.